35 ming. Mashinani puli, adamlarga olma. Otaxon yaxshi kunlarga minsin. Bir hoji odam mazza qilib qayda keldi? Sen haqiqiy o'g'il ishini qilding. Xalq ko'rsin deb ibrat uchun qilyapman. Yana riyo bo'lib qolmasa, adamlarga mashina sovg'a qilayotganimni chiroyli qilib, ta'sirli qilib videoga oling. Bu yog'ini boplab beraman. Adajon, mana shu mashina mendan sizga sovg'a. Endi mashinani Andijon Bo'stonda joylashgan Abdulboriyga uyib beraman. Ketdi hoji aka. Bitta somsa, shashli, montalarning mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Oling hoji aka. 10 soatda 50 minglik. Trendda. Seni poylab turuvdim. Mashinani pultini berib tur, shoxonada o'rtoqlarim kutib oldi. Yayo chiqib kela qoling. Steki qo'ysiz hozir bolla qirib ketishi mumkin. Sendagi o'g'limni boriga shukr. U bizni erkakmiz, otamizni ko'nglini ko'tarish uchun yangi mashinaga adajonimga yozdirib olib kelib, xona qo'shib mahalla kuyi oldi. Mashina sovg'a qilamiz. Lekin ertasi kuni o'sha mashina o'zimizdan ortmaydi. U bizni o'zimizning nazlimizda hammasini ibrat uchun qo'yamiz. Riyo uchun emas. U bizni nima deyman o'rtoqlar? Video to'g'ri bo'lsa to'g'ri deb, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deb kommentar yozinglar. Aytgancha, mashish qilgan akalar, men nima bo'lmaylar? Haqiqatni olib chiqdim-da. Javob bo'lmaganda videoga bitta like bosib, negativ yozib ketinglar. U bizni